Jum bolalar jamoasi. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Orangizda chimildir spektaklini ko'rganlar yo'q emas. Ana endi tasavvur qiling, mana shu chimildir spektakli shu bolalar jamoasi talqinida. Marhamat. Ama kelin boshlarga yetmaysiz. Ama bu chimildi. Qanday kelgan bayram. Ota-bobolarimizdan bekorga yetmagan. Pichoqni oldi o'zing ko'r, og'rimizni birov ko'r. Bunday o'ylab qarasam shuncha yil o'zing ko'rib yurganim yetar ekan. Voy aylanib ketayotgan o'tora. Bu urf-odat. Urf-odat emas, itoat bizni joyga keltiryapti. Voy aylanib. Agar toy berdik kupalar, sen tillagan qo'y berdik. Bunda yig'layapti bu. Nima yig'layapti? Nima yig'layapsan? O'liyaga men hech narsa qilganim yo'q. Balki o'shancha yig'layapti. Kuyovlar, oldingizdagi shirin choylarni ichirib, kelinimizni yuzida ochib o'tiring-da. Chanan deganda kiryapsizlar. Urf-odat. Yuzini ko'rib yo'q ketadi. Qo'ysiz endi. Yig'lamang. Nima qiling, yig'lamasligingiz uchun. Otingiz bo'ling, otingiz. Itingiz bo'ling, itingiz. Itingiz. Ot qo'sh yoqmaydi. Uyda itimiz bor. Balki qarshi yo'q bo'ladi. Keling, o'ylamang shu yuzingizni ochib o'ting. O'zi tog'alarim aytdi, otini buni tortma tegadi deb. Bo'lmasa nima deysiz deydi? Adam etdili tegdi. Azizlar yerlikdan meni tegaymi? Qanday bo'ldingizmi? Bunaqa bo'lishini bilgandim, sizga uylanmasdim. Otingiz bo'laman degandingiz. Men buni zayvanamiz siz ot bo'ladigan. Itingiz bo'laman degandingiz. Bu boshqa kamanda o'ynaydi. Quyon bo'laman degandingiz. Bu odamga nima aytib qo'ydim? Mana tomonda. Aka qarasam biz oldin ko'ryapsiz-a? Assalomu alaykum. Kimsiz? Bankdan barcha kreditdan qarz olishimiz bor. Kirmagan mana shimildirlaring qo'yapsiz deyman. Shimildirdan qanday to'layman uni? Yo, u bundan ko'tarib ketmasak bo'lmaydi. Mana shu luchen ramchkasini olinglar-da. Nimaga? Ben o'chirib qo'yamiz, kelinglar. Bitta ramchka nima bo'ladi? Bitta ramchka homiy bo'lyapti. Uzr, siz bunaqa o'tiruvsiz. Men bir kelajakda reja qilib qo'yibman. Xotin olsam, unga bir iPhone 17lar olib bersam deb reja qilib yuribman men. iPhone 7. Majnun qavming navlar Uydali bitta iPhone sandirdan qurbonlik aylanib qoldingizmi? Yoping deb bo'lmayapti ko'ring. Nimaga? Kelinglar bir ko'rishga keladi.
qarang, siz rostdan turgan qurbonlarmisiz? Ha. Uni Instagramingizda nechta odamingiz bor? 5.900.000. Meni oyligimdan ham ko'p. 1.800.000 olamanda. Lekin men bitta narsa esimga tushib ketdi. Oldin Instagramdan yozsam, qarindoshlik zablosiz yotardim. Taqdirda qarang, yo'g'i bir yotarganmiz. Mana bu asalni oling. Shunda mana bu uchi bilan shunda yaradorsangiz tug'ilajak bola esa asalday shirin tug'iladi-da. Bu ketishda, bu kirishda biz bolali bo'la olmaymiz. Sizni boqolamiz bu ketishda biz. Ha, qo'ying bunday. Ha? Urf odatda, Pyotr, ha? Urf odatda. Yarashing kerakmi? Ha? Mana uni uchi bilanmi? Patakon! Patakon! U meni fan klubim. Futbol ko'rishyapti. Gol! Yarimga gol! 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 Ko'rdingizmi? Golsiz futbol ham qiz emas. Nursiz Durrajimga qizi. Nechun bo'lib qoldingiz? Ha. Mana u achchiqli sho'rtani qatiqlab, murchlab olib keldim. Voy, itsangiz belingizga quvvat bo'ladi. Men quvvat ishlatganim yo'q, mana shu yerdan quvvat. Urf odatimiz shunaqa. Urf odatimiz. Shunimi? Ha? Siz qanaqa odam? Siz yangadan kirib chiqavermaydi. Qavatdan chiqadigan bulbulga o'xshaydi. Kirib chiqadi, ko'k. Men ham bulbullar bermaydi. Ayıpga buyurmaysiz kuyov bola. Yanga degani bu chimildiqni ichida sut ya degani.